Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga inshaalloh benzopilalarimizning originallarini va sifatlarini va qanday benzopila olishingiz kerak, shularni tarkib bilan tushuntirib o'tamiz. Ekranga yaqinlab o'rnashib oling, like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Halqam biz boshladik. Birinchi navbatda eng hozirgi nimada bo'lgan, trendda bo'lgan eng zo'rlaridan bo'lgan Germaniya texnologiya asosida ishlagan Texa firmamizning benzopilasini sizlarga ozroqgina tushuntirib va sifatlarini haqida tushuntirib o'tamiz. Bu benzopilalarimizning bilasizlar, chunki Texa firmamizning benzopilasi usta akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Sifat jihatdan boshqa benzopilalar ancha sifati aqlli bo'lgani uchun, shuning uchun buni padelkalarini ham olib kelib qo'yganmiz. Erta mobodo olayotgan vaqtlaringiz bizdan xarid qilmasangiz ham o'zlaringizni viloyatlaringizdan qanday benzopila olishdan qat'iy nazar original benzopilani olib yaxshi kunlaringizga uzoq vaqt xizmat qilishini tilakdoshimiz. Shuning uchun sizlarga sifatini, mana shu originalni sifatlarini tushuntirib o'tamiz. Bu originali, mana shu originali hisoblanadi. Originalini 3 xil turidan mavjud. Eng katta turidan bemalol ko'rishingiz mumkin. Eng kattasi ustiga o'zini aylangan nimalar ko'rinib turadi. Misol, оборот aylanma necha mingga chiqadi? 12 ming, 13 ming, 15 ming, 16 mingga chiqadi. Shunisi ko'rinib turadi va ko'rgan bo'lsangiz, original, yana bir marta aytamiz, avvalambor aytganmiz, original Texa firmaning benzopilasida lakelenka bo'lmaydi, o'yib yozilgan holda bo'ladi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Original benzopilasiga, original Texa firmamizning benzopilasiga o'yib yozilgan holda bo'ladi. Mana qilsangiz, u tushib ham ketmaydi. Bu bir qog'oz emas, narsa emas. Suvga solsangiz ham erib ketmaydi. Yo'q, misol qo'lingizdan bir tushib ketsa ham qirilib raso ketmaydi, tushib ketmaydi. Original yaxshi benzopila hisobida yuradi. Bunimizning seplari 43 talik sep ketadi. Misol bozorlarda bu benzopilaga teng keladigan bitta benzopila mavjud. Bu benzopilaga teng keladi. Faqat Germaniyada ishlangan Stihl firmasiga tegishli benzopila to'g'ri teng keladi. Chunki u benzopilani narxlari ham bundan ancha qimmat ishlangan. Shuning uchun buni sifatiga teng keladi. Sizlarga bu Germaniya texnologiyasida ishlangan bu benzopilamizning narxlarini sizlarga to'g'ri tushuntirib o'tamiz. Buni narxlari hamma joyda 1 million 300 ming so'mdan originallarini berilyapti. Bizlardan 1 million 300 ming so'm va yana bonus sifatida 1 litr o'zida ishlangan qizil shtil moy, benziniga moy aralashtiradigan 1 litr qizil shtil moyni bonus sifatida tarqatib beramiz. Ham benzopila va 1 litr shtil moyi bilan beramiz. Kelib xarid qilib ketishingiz mumkin. Mobodo endi bizga buni to'g'ri tushuntiring, mobodo bu bitta bu emas, mobodo boshqa joylarni ham tushuntiring deganga, mana birkalarga ham e'tibor berasizlar, mana birkalarga ham e'tibor beringizlar va yana bu benzopilamizni mana shu qo'yilgan seplari bilan bir sezon polni ishlasangiz bo'laveradi. Bu sepini o'zi Carlton degan sep qo'yiladi bunga. Original sep qo'yilgan. Original sepi bitta sepini o'zi 20 dollar turadi. Shunisiga e'tibor beradigan joylar, 20 dollar turadi mana sepini o'zi. Erta bozorlardan topsa bo'ladi. Lekin shuni original sep qo'yaman desangiz 20 dollarga ishlab beradigan sep bo'ladi. Shuning uchun buni sifati, puli cho'ntagingizga o'zingiz bilan birga ketadi. Misol bozorlardan men deydi 500 mingga ham olaman, 300 mingga ham olaman deb benzopila olaman deb yurgan aka-ukalarimiz bitta narsasini to'g'ri tushunishni istayman. Bozordagi benzopilalar bilan buni solishtirib o'tirmangizlar. Bozordagi benzopilalar olmoqchi bo'lsalaringiz, men hozir sizlarga imminni bozordagi, biz bu ham bozordagi emas, eng arzonimizni tushuntirib o'taman. Oxirigacha shu videoni oxirigacha ko'ring va sizlarga qolganlarini ham obzorini qo'yamiz.
Bunisi bo'ldi. Endi sizlarga shu modelimizning ikkinchisini bundan sal kichikroq bo'lib ishlangan, bemalol ko'rishingiz mumkin. Eng ommabop 38 talik polotnoli ko'rib turganlaringizda original $20 sep qo'yilgan originalni tavsiya qilib qolamiz. Mabodo pullari cho'ntakka to'g'risi sal cho'ntaklarida pullari kamroq bo'lsa, bemalol originalni ko'raversin. Buni eng bozorda ko'p podelkasi ko'pi xuddi mana shunisi bo'ladi. Bozorda podelkasi juda ko'p hisoblanadi. Originalini bilmoqchi bo'lsangiz, ustida o'yib yoziladi va yana ustida o'yib yoziladi. Bitta nimasini ko'rishingiz mumkin. Va original sepini yaxshilab e'tibor bersalaringiz, ustlariga chiziqchalari bo'ladi. Original seplar mana yozib qo'yilgan. Har bitta seplariga o'zi yozib ham chiqilgan. Mana Carlton deb sepiga yozib qo'yibdi. Sepiga Carlton deb yozib qo'yibdi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Sepini o'ziga ham Carlton deb yozib qo'yibdi. Shunisini e'tibor berib olasizlar. Mana misol buni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 950 mingdan sotilyapti. Sizlarga kelasizlar. Xudo xolasa inshaalloh o'zini oladigan insonlarga 900 ming so'mdan qilib beraveramiz. Endi mana bunisi siz ko'rganlaringizdek shularda podelkasi hisoblanadi. Mana bu ham TX fermamizga tegishli deydi. Lekin bozorda ko'p viloyatlarda kommentariyada bilishi mumkin. Deydi, bu deydi, TX'ni deydi, men deydi 700 mingdan oldim, 800 mingdan oldim, bermaydi-ku. TX fermanka bu qimmat etyapti deyishingiz mumkin. Akalar, originalini olaman desangiz, originali mana pastda turibdi. Mana shu originali hisoblanadi. Mana bu podelkasi hisoblanadi. Endi siz mana sifatlarini tekshiring va yozuvlariga ham mana bu yerga ham qog'ozdan yozib qo'yibdi. Akalar, bu o'yib yozib qo'yibdi. Shunisiga e'tibor beradigan joylaringiz. Sifatlari ham o'ziga yarasha. Bunikiga original oq porshun qo'yiladi, bunikiga esa sifatlari salgina qaytgan qora porshun qo'yiladi. Shunisini e'tibor beradigan joylaringiz. Sifat jihatdan original yaxshi benzepil olaman desangiz, akalar kelib TX fermandan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi cho'ntagingizga qarangizlar, menga mayli TX bo'lmasin, uyimga bir 2 sezon, 3 sezon ishlab bersin, bo'laveradi deydigan akalarga bemalol misol bozorlardan sotib oladigan benzepilalaringizga akalar, hech kim sizlarga 1-2 sezonga garantiya bera olmaydi. Biz sizlarga mana shu benzepillarimizga zavod tomonidan chiqqan har qanday defekt, birrak narsalarga javob bera olamiz. Chunki benzepillarimizni sifatlariga o'zimiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun sifatlar jihatdan ancha yaxshi benzepillar olib kelganmiz. Magnat fermasiga tegishli bemalol ko'rishingiz mumkin. 32 polotnoli ko'raverasiz, original fermani o'zini moli. Ko'rib turganlaringizdek, sifat jihatdan yaxshi mol. Seplari ham o'rta yaxshi seplardan qo'yilgan bo'ladi. Mabodo sizlarga kerak bo'lsa, magnat deysizlarmi, Tayga deysizlarmi, Baykal deysizlarmi, xohlagan rusumdagi benzepilalaringizda akalar, shu benzepillarni bitta aksiyaga qo'yib qo'yaman sizlar uchun. Garantiyalar bilan kelib olib ketishingiz mumkin. 450 ming so'mdan qilib qo'yaman. Xudo xolasa inshaalloh kelib, ana shu misol hozir sizlarga sezon arafasida 450 ming so'mdan qilib qo'yapman. Kelib bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Sizlarga plus bo'ladi. 450 ming so'm benzepila bermaydi hech joyda. Bemalol original garantiyali benzepilani olasizlar. Benziniga moy qo'shib ishlatib qilaverasiz. 2-3 sezon bemalol ish beradi. 450 ming so'mdan kelib xarid qilaverasizlar. Mabodo yo'q, menga arzonrog'i kerak desalaringiz, mana shu bozorlarda sotilayotgan 350 ming so'mlik benzepilamiz ham bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 350 mingdan beriladi. Hamma joylarda polotno 36 polotno qo'yib qo'yibdi. Misol bemalol ko'rishingiz mumkin. 350 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Endi bu benzepilani to'g'risi biz benzepila o'zimiz olib kelgan molga o'zimiz garantiya olganmiz. Shuning uchun bu molga olib kelganimiz uchun egasi bizga ham garantiya bermagan, biz ham garantiya bera olmaymiz. Shunisini e'tibor oladigan joylaringiz.
like, podpiskalarni bosib qo'yishni unutmang. Xalqim, elektropilla deganingizga kelib, elektropillalarimiz ham bor. Elektropillalarimiz ham 320 ming so'mdan boshlanadi. Har xil turidan bor. Jonlaringiz sog' bo'lsin.